Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sizlarga hozir men bir chiroyli bir sigirni, ya'ni o'zim fermamdagi bo'zaylarda sigirlarni ko'rsatib beraman. Kim ahli yetsa, narx haqida bilsa, yozinglar. Keyin obunalikda ayamizlar degan umiddaman. Mana qaranglar, mana shu qirg'iz shibet ekanmish. Endi meni ahlim yaxshi aytavermaydi, lekin shuni oldim, qarang. Mana shuni narxini ahli yetganlar bo'lsa, mana shu sigirga baho beringlar. Sizlarning e'tibor obunalik mana. Ko'ryapsizlar, mana men yonidan olyapman. Mana endi bolasini ham ko'rsatib beraman. Mana u yotgan mana shuni bolasi mana. Hozir turgizaman, tur o'rningdan. Mana. Mana shu bolasi bo'ladi mana. Hech pulga arziydi. Qarang. Mana unisi mana boshqa noyon mol mana. Buni parodasini bilganlar bo'lsa aytinglar, mana yaqinda mana shu ham uchrab qoluvdi. Arzonroq oldik. Olganimizda jicha boshqacharoq edi. Belini bukib turardi, ariq edi. Hozir bizning qo'limizda chiroyli bir o'zgarib qoldi. Mana unisi mana g'irt hashaki o'zimizning jaydari mollardan. Xonajin lekin bu ham bitta tuqqan. Mana sigir yana yaqindan olyapman, mana bolasini. Bu mana onasi. Mana. Bola ham lekin uzun, o'ta. Mana enani mana yonidan ham olib beray. Mana. Meni ham yaxshi. Bolasini oldidan.